Bismillahirrohmanirrohim. Kiraverishda bo'yi 1.22 bo'lganligi uchun, 2.22 bo'lganligi uchun Aristonni gorizontalni tanladik. Sabab ixchamroq va xalaqit bermaydigan bo'lishi uchun. Kiraverimizda hojatxonasi, ya'ni santexnikasi men qilmaganman, shu yerga o'rnashtirib ketishgan ekan. Bu yerda rakvinamiz va bu yerda dushimiz. Dush tufastlariga paneldan chiroyli qo'ydik. Va sochiq ilish uchun suv shirkamiz va tahoratxonamiz. Bu yerda mustahab uchun shirkalarimiz ko'rishingiz mumkin. Patologlari bilan juda ham chiroyli turibdi va bu safargi ishimizda ikki xil paneldan kalibratsiya qilib ishlaganman. Ya'ni yo'llariga 30 sm dan juda ham chiroyli ko'k panelimiz va o'rtasiga oqdan ishlaganmiz va asosiy narsalarda qoraga qaratganmiz. Ya'ni smestitlimiz ham qora, ugoloklarimiz ham qora, pastki ugoloklarimizgacha qora smestitlar. Deyarli hamma narsani qoradan foydalanishga harakat qilganmiz. Agar ishimiz yoqqan bo'lsa, jigarlarim, havas qilgan bo'lsanglar, bittadan like bosib qo'yishdi. Jalqamas deb o'ylayman. Ya'ni shuncha mehnat qildik. Shu bitta videoni olish uchun men bir hafta harakat qilib, mehnat qilib ishladim. Mo'jid sizlarga bunaqa xizmat kerak emasdir, lekin kerak bo'lmasa ham rekizdan chiqqan bo'lsa, jigarlar bitta like bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim lekin.